Bezod. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Yaxshi kelding? Rahmat dada. Go'sht olib keldingmi? Voy dada, esim qursin. Xayolimdan ko'tarilibdi. Yegis kelayotganmi? Yegim kelyapti bolam. Hozir borib kelaman. Yo'q, bemahalda yurma bolam. Kirib dam ketaman. Charchagansan. Ertaga yana ishga borishing kerak. Xo'p dada, siz ham yaxshi dam oling. Mayli bolam. Horma do'stim. Salomat bo'l. Yaxshimisan? Rahmat. Sen yaxshimi? Tuzimisan? Sen Qaysan? Rahmat. Qanaqa go'sht qilib bering? 2 kilo qo'y go'sht. Lahm joyidan qilib ber. Bo'l. Shu joydan qilib bersam bo'ladimi? Zo'r joy, bo'ladi. Bo'ladi. Uydagilarni bir man tegiz kelgan ekan. Yaxshi-da. Do'stim, Rahmat. hozir 1 minut. Ha dada, assalomu alaykum. Bugun go'sht olib kelish ishingdan chiqib qolmasin bolam. Xo'p, bugun esimdan chiqmaydi, olib boraman. Olib borsam bo'ldim dada. Rosa qaynatma sho'rva ichgim kelyapti-da. Siz uyda yaxshi tinch o'tiring, olib boraman dada. Tinchlikmi do'stim? Ha, dadam. Qaynatma sho'rva ichkilar ketyapti 2 kundan beri. Kecha esimdan chiqib qolgan ekan. Bugun olib olgan dotdilar, bugun olib borishim kerak. Dadam sal xafa bo'lgandek bo'ldi-da. Mayli. Qancha bo'ldi? 300 ming so'm. Mana. Sog' bo'l do'stim. Ha, salomat bo'l. Hop. O'tinglar uyga. Hop. Alo. Jo'lon yaxshimisan? Ha, yaxshi rahmat. Eshitdingmi? Nima bo'ldi tinchlik? Bekzodda dadasi o'tib qolibdi. Ertaga peshinga janoza, kelgin. Xo'p. Alloh rahmat qilsin. O'tganlarimizni Allohim rahmatiga olsin. Endi Cholon aka bilasiz. Dadam mahallani obro'li odamlaridan. Nima deysiz? Ikkita qo'yishni o'ylaymi yoki 3 tami? Adasi, ko'p siqilavermang, kasal bo'lib qolasiz. Sevar. Men yomon farzandman. Badbaxt o'g'ilman. Otam tiriklik paytlarida yarim kilo tushunyapsan? Yarim kilo go'sht olib bera olmadim. Dadam mendan norozi bo'lib ketdilar. Voy adasi, nimaga unaqa deysiz? Adajon sizdan rozi bo'lib ketdilar. Va o'rtog'ingiz Javron akadan go'sht berib yuborgan ekansiz-ku. Adajon sizni rosa ham duo qildilar. Jonon, Amaki, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke Javlonbek, ke o'g'lim. Amaki, Bekzod do'stim go'sht berib yubordi. Kecha ham olib bora olmagandim. Vaqtim bo'lmayapti. Bugun ham olib bora olmasam dadamdan dakki eshitaman deb meni ham go'sht berib yubordi-da. Amin. Ilohim do'stliginglar abadiy bo'lsin. Men o'g'limdan mingdan ming roziman. Do'stliginglar abadiy bo'lib orqamda qolinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohu akbar. rahmat do'stim senga. Boringga shukr. Mana otam mendan norozi bo'lib kechlariga yo'l qo'ymading. Do'stim, ota-onani borida qadrlash kerak ekan. Hamma yaxshiliklar va e'tiborni tirikligida